Hammaga assalomu alaykum. Farmonlar, hammamiz ishlarimiz bilan ekskavatorda zavodit qilmasdan elde. Ana shu kapotni ochamiz. Ana shu yerda antifrizi bor. Antifriz kamayib qoladi. Bu ko'p ishlab turganligi sababli shu yerning antifrizi bunday tushib qoladi. Mana o'zining nesi bor, uruvini bor, uruvida qo'yib ishlangan постоянно. Endi bu yog'inda kapotga chiqamiz. Ana shu kapotni ochamiz. Buni dvigatelning usti bu motor. Bizlar neda O'zbekistonda motor, dvigatel. Açamiz kapotni. Ana shu kapotdan bu shubni tortib ko'ramiz. Shubni tortib ko'ramiz, nesini? Mayni ko'ramiz, motorning mayni. Neda turgan bo'lishi kerak atmetkada. Bu men ana kun tortib ko'rdim. Bugun kerak emas, haftada 2 marta. Xudo xolasa, mayni tortib ko'ramlar. Yo'q qo'yamiz.